Sanatoriyada hozir nastoящий бытовой invalid turibdi. Bu degani men 21 yoshimgacha oshxonaga faqat ovqatlangani kirganman degani. Kim bilan o'tiribdi mana shu yoshimda xudo bilan ish ko'radigan erkak kishini uchrataman deb. O'shanga bugun xolasi ham xolamasa ham sizlar bilan dulma qilamiz. O'zim taqdirdim shu kungacha турецкий kafe shkolada в основном dulma deyishadi. Максимально удобный одеждani kiyib olib, eng qiyin etapdan boshlaymiz. O'zi chiqib ketyapti, плакать из-за мужика, ни за что. Shu yoshimgacha do'lma bu просто farsh bilan listiyani qilingan variantida bo'lardi. Makassinga tutda bu. Shuning bo'yicha men bunaqa qilaman bitta. Ikki men bunaqa qilaman deb, keyin bunaqa pari bo'lib qilib tashlashdi qon. Pari degani dumaloq edi, to'xta. Ama birinchisini kalla qo'ymam, naqd to'rab qo'ydim. Tak что kartoshkali dulma bo'ladi bizda. Dulmani prям dulma qiladigan sousiga kerakli ingredientlarni solib olib, keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni farshni moralni ovqatga tayyorlashni boshlaymiz. Voy, slagimga o'xshaydi. Slava bogu, buni qilinishi ancha oson ekan. Farshga shunchaki piyoz, guruch, zira va 2025-yildan qolib ketgan ozgina nervni klitkamni qo'shib yuborsam bo'ldi. Kichkina chiqdi. Qachon deyiladi bu? Вот это поворот! Men sevgi bilan qo'yaman buni. Oh my cupcake. Pishyorsiz. Skalatka bo'lib chiqdi. Pikniymisan, nima deysiz? Birinchi qilganim, uchinchi qilganim, menimcha to'g'ri yo'ldimi? Bunaqa shikardosniy bo'lib chiqdi. Последний штрих, dimlashdan такой suv qo'yamiz. И do'lmani ozgina o'qitib, muzlanchiqqa mugashать qilamiz. Hammaga rahmat.